Bo'ldi tirkashma, hamon o'lib ketasan. Men bo'lsam bir mag'lub bo'lguchi. Eng yaqin do'stim ayolimning oshnisi bo'lib chiqdi. Ayolim bo'lsa shirkitimni tortib oldi. Sat bo'ldi, men hozir uyga keldim. Materiallarni elib qo'yishingizga borma. Ma'qul. Oy, Aygul o'ydimi nima? Shirkat oxiri bizning bo'ldi, lekin hozirgi masala chinim u qalandardan qanday qutulish? Bu kiyimning ishini keyinchi deyishib, hozir o'zimizning nar ishiga kelmamdiq. Oyay, aski. Hey, Tursun, siz xato tushunib qoldingiz. Men sizga tushundiray Tursun. hem ishni o'z ko'zim bilan ko'rgan tursam, yana xato tushunib qoldimmi? Necha yillardan buyon sana qilgan yaxshiliklarimning javobi mush bo'ldi, shundaqmi? Aslida bu ishlarni sen bilmasliging kerak edi. Shirkatning hozir kimning nomida ekanligini bilamsan. Shirkatni-chi sen o'z qo'ling bilan menga o'tinib bergan. Amsi men ish qilmadim. Tursun, Ha? bu materiallarga imzo qo'yib olsangiz bo'pti ekan. Amsi ishga berib kelay, ya. Haras, necha vaqtning yoqi arzulab amallab baqqan bilan seni emas. Varisning bolasi. Nima? Filmning davomi bor. Bizni qo'shib olib, davomini ko'ring.